Xayrli kun qizlarjonlar, bizimizda charchamayapsizlarmi? Ishlar yaxshimi? Xudo xohlasa bizda o'z skidkalarimizni, chegirmalarimizni boshladik. Qizlar, xo'sh, bizning magazinimizda 100 ming so'mga nima olsa bo'ladi? Qizlar, 100 ming so'm. Mana mashigina pulga nima olsa bo'ladi? Turkiyaning eng zo'r brendlaridan. Qizlarjonlar, bittagina dona qilgan 100 ming so'm. Qizlar, bitta dona qilgan 100 ming so'm. Bitta dona qilgan, bular ham 100 ming so'm. Svidovый, bular 550 ming so'mdan sotilgan qizlar. Qizlar, 470 sotilgan, 650 sotilgan, ikkita qolgan 100 ming so'm. Qizlar, 950 sotilgan 100 ming so'm, 850 sotilgan 100 ming so'm. Qizlarjonlar, va mana bor yo'q, bular hammasi Turkiyaning zo'r brendlari. Masalan, men bu shuni ko'rsataman. Kausi firma. Qizlar, Kausi firmani qatdan yuzingdan ko'rasizlar. Vacha bomba, sifatli bomba. Turkiyaning eng zo'r firmalaridan bittasi. Green Garden firma, qizlar. Bu znakka hamma biladi, bu italyanskiy brend, Turkiyaniki. Qizlar, 100 ming so'm. Bu просто oldingi safardan ham qolib ketgan uchun shunaqa narxga tushdi qizlar. Va X7 firma, bluzkalar dunyosi vacha eng zo'r bluzkalar chiqaradi. Bu ham 100 ming so'm, bu ham o'tgan dollar qilgan. O'shaning uchun shunaqa likvidatsiyaga tushgan qizlar. Ertaga 6-aprel kuni hammalarni bizlar do'konimizda kutib qolamiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bunaqa skidkalardan foydalanib qolinglar. Bu skidkalar hammasi faqat siz uchun. Bunaqa skidka faqat meni do'konimda bo'ladi.